Azot o'simliklarga juda kerak, chunki u tuproqdagi eng tez harakatlanadigan va eng muhim oziq elementlaridan biri. O'simliklar buni asosan nitrat yoki ammoniy tuzlari shaklida o'zlashtiradi. Azot o'simlikning bargi va poyasini shakllantiradi. Umuman hamma asosiy jarayonlarga yordam beradi. Bundan tashqari, hosilning miqdori va sifatini ham bevosita belgilaydi. Ildiz chiqqanidan tortib, gullash va meva yetilishigacha hamma bosqichda azotsiz bo'lmaydi. Azot yetarli bo'lsa, ekin kasalliklarga chidamliroq bo'ladi. Boshqa oziq moddalarni o'zlashtirishga ham yordam beradi. Tuproqdagi azot miqdori esa organik va mineral o'g'itlar bilan nazorat qilinadi. Oxirgi paytlarda kimyoviy o'g'itlar o'rniga baktominga o'xshagan biologik azotli o'g'itlar ko'p ishlatilyapti. Chunki bularning tarkibidagi bioazot barglar orqali tez so'riladi va xavfsizroq bo'lgani uchun odamlar shuni afzal ko'rishyapti.